Aka, xohlasangiz mana 5 millionlik. Xohlasangiz 10 millionlik. Mana shu adyollarni sizga nasiya savdo qilib beraman. Apa, siz ham bemalol kelaverasiz. Narxlari atiga mana paloncha bo'lib yotibdi. Qarang, chiroyligini shuncha yukni bosib tashladik. Siz kelib olib ketishingiz uchun xohlasangiz 5 millionlik, xohlasangiz 10 millionlik. Mana shu adyollarimizni bir oyga sizga nasiya savdo qilib beramiz. Bemalol optim narxda kelib olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, bir kishilik adyollarimiz mana rasvetkalari qilib berdik. Hozir buni Samarqandga bir akamizga o'zlari kelishmadi. Общий hisobda mana natija 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 ta. 130 ta adyolga pullari yetdi, shuni qilib berdik. Xo'p, kimgadir nechtadir kerak bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Narxlari atiga 100 ming so'mdan skidka narxlarda. Keyin mana bunisi bor. Umumiy hisobda 40 dona. Bu 40 donasi Andijon shaharga chiqib ketyapti. Qanaqadir to'y chiqmi? Qanaqalari bor ekan. Xullas, 20 tasi bir qizil bo'ldi. U qizlarga tarqatarkanlar. 20 tasi mana bunaqa sveti bo'ldi. Demak, bemalol o'rtoqlar telefon qilib zakaz beraverasizlar. Ekranda nomer bor. Narxlari skidkada 100 ming so'mdan bemalol Qo'qon shaharga xohlasanglar kelib olib ketinglar, xohlasanglar telefon uchun nomer qo'yib beramiz, aloqa bemalol chiqaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir biz sizlarga eng arzon variantdagi bir kishilik va kishilik adyollar ko'rsatamiz. Qani tez ko'rib chiqamiz. Bir kishiliklarda 265 ming, 165 ming, hammasi fake xabarlar, 100 ming so'm aksiyada. Mana hammasi svetlari har xil, bemalol 100 ming so'mdan Qo'qon shahariga kelib olib ketishingiz mumkin. Ya'ni mana ikki kishiliklarni ko'rsatamiz. Ikki kishiliklari 235 mingdan, ya'ni mana shu 450 minglik korobkali adyolni korobkasini olib qo'yamizda, mana xuddi shu holatda mana 235 ming beramiz. Ikki taraflamali, bu tarafi ham adyol, bu tarafi ham adyol, ham kamiga besplatning o'zini mana bunaqa sumkalarni qo'shib beramiz. Bemalol ekranda nomer turibdi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, charchamanglar. Qo'qonda barchani kutib qolamiz. Bo'lib ham agar shu narxlarda nasiya savdoga bir oy muddatga olmoqchi bo'lsangiz, 1 million pul bilan kelsangiz 5 millionlik qilib beramiz. 2 million pul bilan kelsangiz 10 millionlik tovar qilib beramiz. Qo'qonda adresimiz, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olsalaring bo'ladi. Charchamanglar. Hozir sizga 5 millionlik tovarimiz bo'ldi. Kamchiliklar bo'lmadimi, xudo xohlasa? Yo'q, hammasi shu ko'rganimizdek, shu kanalimizda ko'rgan tovarlar hammasi narxlar ham shu bir xil ekan. Allohga shukr, rahmat. Sizlarda endi yoqqan joyi menga tanlov kattaroq Viber. Katta ekan sizlarda. Namangandan Qo'qonga kelishingizni tortadigan narsasi Vibermi yoki haqiqatdan nasiya savdosimi? Men birinchi marta kelishim, endi hali savdo qilmaganman. Ko'zim bilan ko'rmoqchi edim. Qani haqiqatan o'sha kanaldagi narxlar bilan bir xilmikin degan maqsadda keldim. Rahmat, topganligiga baraka bersin. Hammasi joy-joyida ekan. Rahmat. Yuklarni endi chiroyli qilib mashinaga yarim yuklarini olib chiqdik. Yarim yuklarini endi olib chiqib yuklab beramiz. Nalichidagi tovarlarni bemalol sizlar ham kelib ko'zlaring bilan ko'rib xarid qilishlaring mumkin. Bemalol. Mana hozir yuklar chiqib ketib turgan jarayonni xudo xolasa mana hozir o'zligini mashinalar bilan kelishgan. Aka, baqa sig'adimi yo salonga sig'adimi? Salonga. Bo'ldi, xudo xolasa. Ko'rtkiz olsangiz Li salon Cobalt ga chiqib ketyapti, juda chiroyli tartibda. Yo Allohim, qani. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol Qo'qon shahar ipoteka bank yokida Uchko'prikdagi Agrobankning oldiga ofisimizga kelib 5 milliondan 10 milliongacha bo'lgan nasiya savdo mahsulotlarimiz bemalol xarid qilishlaring mumkin. Evaziga bitta pasport plastik. Ekranda nomerlar turibdi, batafsil aloqaga chiqib bemalol kelaverasizlar, azizlar, charchamanglar. Uyda o'tirgan holatingizda apa sizga biznesda bir hozirgi kunda eng zo'rini topib yeganman. Chunki mana bu kamzilni qarang, Xitoydagi original. Mana hozir buni viloyatdan erkaklarimiz ham, ayollarimiz ham hamma kiyishyapti. Hozir eng trendda. Misol bozorda 100 ming, 90 ming sotilyapti. Biz hozir Sifat XL jamoasi 1XL dan 9XL gacha razmer, ya'ni pochkada 9 talik bo'ladi. Biz buni hozir atiga 65 ming so'mdan qilib berganmiz, optim ulgurji narxida. Bo'lib ham buni siz 5 milliondan 10 milliongacha bo'lgan mahsulotni bizdan xarid qilib, kelib Qo'qonga bemalol olib ketishingiz mumkin va buni olib ketib siz sotib bo'lib 1 oy davomida berishingiz mumkin. Evaziga bitta pasport plastik 1 million pul bilan kelib 5 millionlik tovar olib ketsangiz bo'ladi. 2 million pul bilan kelib 10 millionlik tovar olib ketsangiz bo'ladi. Demak, mana shular hammasi optim ulgurji narxlarda sizlarni Qo'qon shahrida kutib qolamiz. Ekranda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.
Mana hozir Andijonga chiqarib olib turgan adyolimiz 30 ta bir kishilikdan oldilar. 5 ta 2 kishilik tuyoq ko'rpadan oldilar, azizlar. Mana akalarimiz ham mana chiroyli qilib olib chiqib yetishyapti. Akalarimiz ham bozorlayni bersin. Kelib bemalol olib ketaverasizlar. Undan tashqari kelolmaydiganlarga dastavka qilib biz chiqarib beramiz. Ham bularni o'zlari kelib oladiganlarga muddatli to'lovga ham qilib beramiz. Bemalol kelib 5 million yoki 10 millionlik tovardan olib chiqib ketaverasizlar. Azizlar, charchamanglar, barchaga omad. Videolarimiz 165 ming edi aksiyada hozir. Bularni lashimiga 100 ming so'mdan qilib berganmiz. Bo'lib ham o'zini besplatni sumkasi bor. Sumkaga solib beramiz va naqdga, lekin nasiyaga bir oy muddat davomida berishga ham 100 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol qayta nasiyaga oshirib 5 tonnaga shu optim ulgurji narxda qilib beryapmiz. Bemalol nechtadir kerak bo'lsa ham ikki taraflamali, ham zarli maza qilib foydalanib olaveringlar. O'zbekistonning qaysi viloyatdan kelsangiz ham bitta pasport plastik bilan kelasizlar. Mahsulotlar bemalol 10 milliongacha bo'lgan mahsulotni nasiyaga qilib beramiz optim narxlarda. O'sha qadimgi Rimdan shaqa qatnab yurgan shoferimiz uyquchi yo'lda avizatni uxlab mana bu qoplarimizni elitadilar. Xudo xolasa ana shuncha yuklab olibdilar, mana maza qilib. Hop. Xudo xolasa azizlar, chiqarib yuryapmiz natijalarni. Bizga ishonib shunchalik uzoq joylardan zakaz berganlar va kelib tovarlarini tanlab ketganlarga kattakon rahmat. Biz hozir hamma pochtalarimizni bir vositadan chiqarib olib turgan jarayonimizda bo'ldik. Charchamanglar, barchaga omad. Biz mana shu ko'rib turgan narsalaringizni hammasini bir oyga muddatga halol nasiya savdoga eng optim sklad narxdan boshladik. Video davomida ko'rib borasizlar, o'rtoqlar, hammasi juda ham chiroyli narxlarda. Shunday narxni ko'rasiz, voy dahshat, shu xabar hammaga tarqadi deb qolasiz. Mana misol, mana bu dvoykalarimiz hammasi hozirgi kunda skladdagi narxi Jimpirishtonni qalin 29 ming so'mdan bahosi narxi. Xo'p, bularning rasvetkasi juda ham chiroyli. Misol mana bu narsani 5 xil sveti bor. Bu modelimiz ham 5 xil. Buni ham bir 7-8 xil hammasini juda ham chiroyli tarzda tayyorlab berganmiz. Ham narxlari ham juda chiroyli, 29 mingdan. Undan tashqari mana shapkalarimiz ham bor. 3 ming so'mdan, adiga 3 ming so'm. Mana shu bitta pochkasi 30 ming so'm. Bularni ham kelib maza qilib olib ketishingiz mumkin. Ma'lumot o'rnida yana bir aytib o'tib ketaylik. Siz Qo'qon shahariga kelib, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, bittama-bitta tanlab bitta pasport plastik bilan kelib olib ketsangiz bo'laveradi. Ham hozir mana buni modellarimizni qarang, juda chiroyli dvoyka. Hozir bularni choki ham yaxshi, o'zi ham sifati juda normalniy ishlangan. Atak 29 mingga bir 3-4 martalab arziydi. Chunki bozorda bularni, misol o'zingiz tasavvur qilib ko'ring, sizning bozoringizda qancha. Bularni обязательно 40 mingdan hech kim kam sotmaydi. Ba'zi bir joylarda 50 ming, 60 ming ham sotiladi donaga. Bularni materialni ko'ring. Ichi ham nachos, tashqarisi ham nachos. Mana bu iminni mana shu narsani 29 mingdan hech qayerdan siz ola olmaysiz. Ham kapishyonkali, razmeri ham bo'lsa 0,5 yoshdan 6 yoshgacha razmerlari bor. Undan tashqari mana tuya ko'rpa, adyol ko'rpalarimizni bularni asl narxi 165 ming so'mdan. Lekin biz hozir juda ham katta skidka qilib berganmiz. Narxi o'sha 165 ming narsani 100 ming so'mdan beryapmiz. Bo'lib ham bularni ham bir oyga nasiya savdoga, muddatli to'lovga shu holat, o'zini besplatni sumka shu holatida. Endi Murskoy futbolkalarimiz mana. Bularimiz 34 ming so'mdan edi, skidka qilib 30 ming so'mga tushirib berganmiz. 48 dan 56 gacha razmerlari hammasi. Rasvetkasi bularda ham juda ham chiroyli. Har bittasiga mana bunaqa vishipkalar urilgan. Qadri yaxshi narsa. Hozir Murskoy o'g'il bolalarga, sizga, menga tushadigan narsa. Apa aka. Xo'p, ro'mollarimiz bor mana. Bularni 29 mingdan sotib turdik. Hozir mana juda ko'p parda bosib qo'yilgan. Bularni ham 24 ming so'mdan optim ulgurji. Bularni ham bir oy muddatda nasiya savdoga qilib beramiz. Xullas, mana bunaqa kamzulchalarimiz bor. Qizchalarga mana bunaqa momiqlik, o'g'il bolaga, qiz bolaga har xil rasvetga eng chiroyli did bilan tanlab olingan materiallar. Bularni 19 ming so'mdan, keyin bular hozir 2 yoshgacha. Endi mana bu 4 yosh, 6 yoshga tushadiganlari bor. Bular ham juda sifatli, chiroyli. Bularda ham o'g'il bola, qiz bolasiga bor. Razmeri katta, lekin
29 edi, bularni ham optim narxda 19 ming so'mdan qilib beryapmiz rasvedkalari. Xo'p, pijamalarimiz, pinivallarimiz, jenskiylar bor. Bular ham bozorda 50 ming, 60 ming, bizda 40 ming so'mdan bularni ham muddatli to'lovga qilib beramiz. Xo'p, mana har xil, mana ob'yom ko'rib turibsizlar. Keyin bitta mana shapkalarimiz bor, murskoy balachalarga, qizchalarga shapkalarimiz bor. Mana bitta qismini ochib ko'rsataman. Mana bu kichkina bas. Mana katta mana bunaqa, keyin ichlari mana bunaqa nachosli. Juda chiroyli ishlangan. Bularda o'tkenligi narxi 25 ming edi. Hozir biz bularni muddatli to'lovga oshirmadik. Qayta tushirib narxini 13 ming so'mdan qilib berganmiz. Bularda ham 6-7 xil rasvedkasi bor. Endi hop, manaqa jenskiy mana bunaqa tursilarimiz bor. Bular narxi eng optim joydan olaman desangiz ham 10 ming, 12 mingdan olishingiz mumkin. Bizda narxi Xitoydagi original 4 ming so'mdan. 4 ming so'm. Bu tugab qolmaydi. Men ikkita uchta bilan video qilmayapman. Mana ob'yom, o'rtoqlar. Mana ob'yom hammasi juda ko'p partiyada bosib berilgan. Mana shu bitta qopida 600 ta bo'ladi. Ya'ni shu 600 tani siz 2 million 400 ming pul tikishingiz ham shart emas. Kelib halol nasiya savdoga 1 oyda sotib, maydalab pulini berishga olib ketishingiz mumkin. Endi mana bizda qalaga tushadigan mana bunaqa trikolar bor. Mana ichini qarang, nachosligini. Original, toza narsa, chiroyli. Mana bularni ham 50 dan 58 gacha razmeri. Juda ko'p bosib beramiz mana. Lekin bularning narxini 36 mingdan berib turdik. Hozir skidka qilib bularni ham 25 ming so'mga tushirib berganmiz. Keyin bundan tashqari mana veshilkali narsalarimiz bor, do'ykalar, mana har xil do'ykalar. Bular ham 3 yoshgacha to'g'ri keladigan. Hammasini juda ko'p rasvedkalar bor. Narxi 29 mingdan bular ham. Keyin mana bunaqa bodiylarimiz bor. Mana bularimiz 35 ming, 40 ming berilgan. Hozir bemalol muddatli to'lovga ham bularni narxini qayta tushirib berganmiz 29 mingdan. Bitta mana rasvedkalar, bitta rasvedkalar, hammasi bir-biridan chiroyli narsalar. Xo'p, o'rtoqlar, endi hozir bu birinchi xonamizni ko'rdik. Xo'p, ikkinchi xonamizga o'tishdan oldin sizlarga juda chiroyli mana bu xalatimiz bor, ko'rsataman. Bularning razmeri 46 dan 52 gacha qalin bambuk. Juda sifati yaxshi. Xo'p, narxi bo'lsa 120 ming bozorlarda sotiladi. Bizda atiga 89 ming so'mdan ulgurji olib ketishingiz mumkin. Juda ham chiroyli rasvedkalari bor. Bulardan ham 7-8 xil sveti bor. Keyin mana bunaqa Xitoyda original ana sochiqlari bor. Sochiq xalat deyiladi bu. Umumiy, murskoy, jenskiyga tushadi. Narxi bularni ham 220 ming edi. Bularni ham 1 oyga muddatli to'lovga narxini 159 ming so'mdan. Ya'ni razmeri 46 dan 58 gacha katta razmer. Keyin tovarlarni ko'rdik. Mana bunaqa angorka, mana bunaqa qalin, qarang qalinligini, sifati o'ta a'lo. Bularni ham 55 ming, 60 ming bozorda, optim bozorlarda. Bizda atiga 39 ming so'mdan mana qancha kerak bosib qo'yganmiz. Kelib bundan 1 millionlik, undan 1 millionlik, undan 1 millionlik qilib ham bemalol 10 milliongacha bo'lgan narsani aytdim. Bitta pasport va plastik. Kelib bemalol olib ketaverasiz. Endi ikkinchi xonamizga o'tamiz, o'rtoqlar. Xo'p, ikkinchi xonamizda hozir oyoq kiyimlar, obuvlar, detskiy naskilar, kattalar naskisi, sochiqlar, mana bunaqa obuvlar, mana qarang. Obuvni razmeri 22 dan tortib 32 gacha razmeri. Mana shular bizda uncha, bizda buncha deb 60-70 ming sotishadi. Bizda atiga asl narxi 44 ming so'mdan. Bu model bor, bu model. Mana kattalarning mana bunaqa tapchkalari bor, ichi mexli. Bular ham 39 ming so'mdan. Keyin mana bunaqa yangiliklarimiz chiqqan, tag yonadigan. Bularni ham 44 ming so'mdan qilib beramiz. Mana har xil rasvedka, mana rasvedka, bir-biridan chiroyli narsalar. Faqat siz kelmasiz ish bitmaydi. Apa, mabodo Telegramdan ko'rib, menga mana bu kerak deb siz shu ko'rib turgan videoni skrinshot qilib tashlasangiz ham biz chiqarib yuboramiz. Lekin kelsangiz, apa, o'ta chiroyli ish bitadi. Chunki mana qarang, mana ishtoni bor, futbolkasi bor, jimpiri bor, mana shu kapishyonkali, mana shu narsa ham 29 ming so'mdan. Mana bunisi ham 3. Bunisi 2 yoshgacha, bunisini 6 yoshgacha razmeri bor. Xo'p, endi
paypoqlarimiz mana naskilarimiz keladigan bo'lsa, mana detskisi. Mana podraskovoyi. Mana xotinlardiki. Keyin mana ammamlardiki. Mana tog'amlardiki. Bularni ham hammasi 25 ming optim narxi edi. 39 ming so'mdan qilib berganmiz bemalol. Mana hozir 29 minglik do'ykalardan ko'ringlar, hammasi 29 ming. Hammasi. Mana troykamiz rasvetkalarini ko'rsatib o'tamiz mana. Mana u sveti bor, mana u sveti, har xil rasvetkalar. Keyin mana pijamalarimiz bor. Bularimiz 1 yoshdan 8 yoshgacha razmeri bor. Bularning ham narxi atiga 19 ming so'm. Do'ykalar 29, eslatib o'tamiz. Pijamalar bo'lsa, ichi nachosligi ham, nachossizi ham bog'cha yoshgacha 19 ming. Narxi shunaqa. Endi xo'p, mana bunaqa 2-sinfgacha tushadigan katta, pashti mana menga oz kichkina, lekin ichini qarang. Ichi mana bunaqa qalin, rasvetkasi juda ham serob, mana bunaqalari ko'chib ketmaydi. Mana original narsalar qo'yilgan. Bularning narxi atiga 19 mingdan. Bularni ham muddatli to'lovga qilib beramiz. Buni 7 xil, 8 xil sveti bor. Mana har xil, mana bardo'ylarni qaranglar, katta-katta. Bemalol bular 2-sinfgacha tushadigan. Bozorda luboy joyda aylanib ko'ringlar, atiga 3 yoshgacha qilib berishi mumkin. Bizda ham optim narx, ham shu sklad, ham muddatli to'lovga ham qilib beramiz. Siz bemalol 1 million pul bilan kelib, 5 millionlik ham olib ketsangiz bo'ladi, 2 million pul bilan kelib 10 million olib ketsangiz ham bo'laveradi. Endi mana skidkaga tushgan 1 kishilik adyollarimiz bor. Adyollarimizning narxi 165 ming edi. Skidkada 100 ming so'm qilib berganmiz 1 kishilik adyollarni. Sumkasi bilan. 2 kishilik adyollarimiz 450 ming edi. Hozir buni 2 taraflamalik, zarlik, juda chiroyli narsa, sifati yaxshi, koreyskiy adyol. Bularni 235 mingdan besplatniy sumkasi bilan qilib beramiz. Mana ona vala sochiqlarni ko'rishimiz mumkin mana. Ona vala sochiqlar, bularimiz O'zbekistoni 79 ming so'm. Bularda Xitoy ham 79 ming. Mana shu ko'rib turganlar hammasi Xitoydagi original. Har bittasi bitta upakovka bo'lgan. Ya'ni 100 sochiqlarimiz bor. 100 sochiqlarimizning narxi 29 edi. Hozir bularni 19 ming so'mga tushirib berganmiz. Bularni ham bemalol muddatli to'lovga olib ketsangiz bo'ladi. Endi mana trenddagi pastillarimiz 159 ming so'm optim berganmiz. Donachilarga bitta kerak, ikkita kerak deganlarga 180 ming, 190 minggacha sotilgan narsalar original. Bularni hozir 150 mingga skidkada tushirib qo'ydik. Kamiga bularni ham 1 oyga muddatli to'lovga qilib beramiz. Keyin mana bunaqa namatrasniklarimiz bor. Natrasniklarimiz, bular shu klavat ustiga yoziladi, o'zini rezinkasi bor. Mana ko'rinadimi? Mana shu holat. Xullas, bularni 90 ming so'm qilib beramiz. Bular ham 120 minglik narsalar. Endi mana bu yerda mana sochiqlarimiz, hamma narsalarimiz tayyor. Keyin mana bunaqa dasturxon o'raydigan, savat o'raydigan bor. Buni narxi atiga 29 ming so'mdan. Buni ichi mana ichki klyonkaligi. Ko'p joylarda, bozorlarda ko'ramiz. Mana bunaqa gulini qo'ymaydi. Undan tashqari ichiga salafan qo'ymaydi. U ovqatingiz umuman issiq bormaydi. Bu haqiqiy ishlangan, sifat yaxshi. 29 ming so'm. 33 ming edi, 29 ga